Hammaga assalomu alaykum. Meni Instagramda maxbek2 orqali taniysizlar. Meni asl ismim Mashhurbek Yo'ldoshev. Xo'p, men Amerikada 2 yildan beri, deyarli 2 yildan beri o'qib kelyapman. Hartwick kollejda, New Yorkda. Xo'p, bugungi mavzumiz Amerika haqida, prosta tak Amerika o'qishi qanaqa, nima, o'shalar haqida qisqa savollarga javob berib ketaman. Birinchi narsa, Amerikaga kelishga qancha pul ketadi va qancha vaqt? O'rtacha hisobda 3 oylik vaqt ketadi. Nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda universitetga topshirasizlar, kommunal orqali kirasizlar, universitetga topshirasizlar. Keyin kommunalda o'zi to'ldirish oson, uni o'rgatganman ham. YouTube'da videolar turibdi, ko'rsangiz bo'ladi. Keyin to'ldirib bo'lganingizdan keyin sizlarga aytib jo'natadi. Xo'p, universitetda ba'zi to'lovlari bo'ladi. Keyin o'sha dokumentlarni olganlaringizdan keyin prosta tak elchixonaga TS 160 nimasi bor. O'shani to'ldirasizlar, elchixonadan joy olasizlar. Kirasizlar, topshirasizlar va o'z vizangizni olasizlar agar nasib qilsa intervyudan o'tib. Xo'p, общий hisob o'sha narsalarga hammasiga общий hisobda $1200 pul ketadi. Xo'p, bundan keyin Amerikaga kelasizlar, biletlaringiz o'rtacha hisobda $600 bo'ladi. Keyin bu yoqda yana qanaqa xarajatlar bor? Agar universitetdan tashqarida turadigan bo'lsangiz, yotoqxonangiz bor. Yotoqxonangiz o'rtacha hisobda $300 dan $500 gacha pul bo'ladi. Undan keyin yeb-ichishlaringizga $400 pul yetib ortadi oyliga grocery'ingizga. Universitet o'zida turadigan bo'lsangiz juda ham qimmat bo'ladi. Ya'ni universitet yotoqxonasi bilan yeb-ichish juda ham qimmat. O'rtacha hisobda universitetning yillik to'lovlari 20 mingdan 30 minglargacha bo'ladi. Xo'p, universitetlar qanaqa? Universitetlar Amerikada ta'lim tizimi juda ham zo'r. Lekin ko'plab universitetlar biznes bo'lib ketgan, ya'ni studentlarni poddержка qilishmaydi, faqat soqqani o'ylashadi. Shuning uchun universitet tanlayotganda iloji boricha shu narsalarga e'tibor bering, ya'ni lokatsiyasi, ya'ni studentlarni support qilishadimi, yo'qmi? Shunaqa. Xo'p, endi studentlar o'zini qoplashiga to'xtalsak. Studentlar Amerikada ko'pincha kampusda ishlashadi. Bu qonuniy. Studentlarga qonuniy ishlash mumkin 20 soat faqatgina universitet o'zida. Xo'p, studentlar ko'pincha universitetda o'zida ishlashadi, soatiga $16 pul topishadi, lekin bu bilan o'zingiz qoplab bo'lmaydi. Shuning uchun ko'plab studentlar ko'plab studentlar tashqarida nelegalni ishlashga harakat qilishadi. Nelegal ishlaydigan studentlar ko'plari restoranlarda ishlashadi, kashga ishlashadi, ya'ni naqd pulga soatiga $16-17 dan ishlashadi. Kuniga shu $150-100 topishadi. Bundan tashqari ko'plab studentlar dastavka qiladi, ya'ni DoorDash degan ilova bor, o'sha orqali nelegalni bu maslahat berilmaydi bolalar. Shuni o'zini eplash uchun, harakat qilish uchun shu DoorDashda ishlashadi, ya'ni kimdirnidir akkauntini olishadi. O'sha ya'ni Yandex Yedaga o'xshaydi. Kimdir o'zingiz ocha olmaysiz, chunki studentsiz mumkin emas. Kimdirning akkauntini arendaga olasiz, mashina olasiz, chiqib ishlaysiz. Shu kuniga dars bor kunlar $100, dars yo'qlar $200, $250 gacha pul topishadi odamlar. Xo'p, shunaqa ishga to'xtaladigan bo'lsa, shunaqa ishlarni qilishadi. Lekin nelegal ishlarni maslahat bermayman, chunki ko'p hollarda ushlab olishsa, deport qilib olishadi. Kim sizni ushlab ola oladi? Ya'ni ko'chada gay yoki kimdir sizni ushlab olib ishlab yursan deb haydab yubormaydi, chunki unaqa haqqi yo'q. Faqatgina universitetda o'zida nima deyiladi? Global Education degan bo'lim bor. O'sha bo'limdagi odamlargina sizni kutib olsa, ya'ni ishlab yurganingizda, o'shalar sizni haydab olishga huquqiga ega, boshqalari huquqi yo'q. Shunaqa. Endi yana bitta narsani gaplashamiz. Bu ya'ni Amerika qonun tizimi. Xo'p, Amerikada qonun juda ham kuchli ishlaydi. Ya'ni qaysidir qonunbuzarlik qiladigan bo'lsangiz, jazosi aniq. Ya'ni kimdir bilan gaplashib, tanishib, bilishib keta olmaysizlar. Shuning uchun hamma narsangizni idealni qonuniy qilinglar, noqonuniy ishlar qilmanglar. Universitetda o'qish tizimini to'xtalamiz. Ya'ni universitetda o'qish yaxshimi? Universitetda o'qish zo'r, juda ham chotki, hamma narsasi yetarli, studentlar sharoitlar hamma narsa chotki. Menimcha bu videoda deyarli hamma narsani qoplab oldik. Yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qolib sizga javob beraman. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Mardonbek va men Germaniyada EU universitetida talabaman. Men biznes menejment yo'nalishida o'qiyman. Universitetim kontrakti o'zi overall €12,000 tashkil etadi, lekin sizda agar maktab baholaringiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa va IELTS bo'ladigan bo'lsa, siz
50% gacha scholarship yutishingiz mumkin. Grant yutish unchalik qiyin emas, grant yutsa bo'ladi. Endi studentlarga bo'lgan sharoitlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, Germaniyada uy topish sal muammo. O'shaning uchun maslahat berardimki, O'zbekistondan uy topib, ana undan keyin Germaniyaga kelishinglarni. Endi oylik rasxodga to'xtaladigan bo'lsak, Germaniyaga student bo'lib kelayotgan paytinglarda 13,000 euro blokshot qo'yasizlar. Ana o'sha 13,000 blokshotdan oyma sizlarga 1000 eurodan kelib turadi. Ana o'sha 1000 euroni sizlar bir oyga yetkazishinglar kerak bo'ladi. No, meni o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsak, meni bir oylik rasxodim bir oyda 1200 euro. Ishga to'xtaladigan bo'lsak, Germaniyada studentlar haftasiga 20 soat ishlashi mumkin. Endi ish topishga keladigan bo'lsak, agar nemis tilini bilsangiz, nemis tilingiz B2 darajada bo'ladigan bo'lsa, ish topish sizga sal osonroq bo'ladi, lekin menga o'xshab ingliz tili bilan keladigan bo'lsanglar, ish topishga qiynalasizlar. Endi necha pul topishinglar keladigan bo'lsak, o'rtacha hisobda 1000 eurodan 1,5 minggacha topsanglar bo'ladi. Endi bu hammasi soatiga ish beruvchi necha pul to'lashiga bog'liq. Germaniyada ish beruvchi sizga faqatgina brutoda aytadi. Bruto degani soliqlar bilan общий hisobda full oyligingiz. Lekin siz oylikni netoda qabul qilasiz, ya'ni soliqlardan tashqari. O'shaning uchun sizga agar mabodo 1,5 ming euro oylik va'da qilinsa, siz 1,5 mingni o'zini olmaysiz. Netoda bu примерно 1400-1300 ga tushib qolishi mumkin. Chunki studentlarda soliqlar ancha pastroq. Endi Germaniyaga viza olish jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, necha pul ketishi aytib o'tilganidek 13,000 euro blokshot qo'yasiz. Agar xususiy universitet topshirsangiz 3,000 euro depozit kontrakt to'laysiz. Xo'p, примерно mana shu narsalar rasxodlar ketadi. Endi viza metrikni to'lovlari примерно $100. Общий hisob kitob qiladigan bo'lsak, примерно 17,000-18,000 dollar ketadi. Yevroda gaplashadigan bo'lsak, 16,100 euro pul ketadi. Xo'p, endi viza olish shansi qanaqa? Viza olish shansi примерно hamma dokumentlar agar zo'r bo'ladigan bo'lsa, bironta dokumentlarda falshiviy narsa bo'lmasa, viza olish protsentlar 85%, отказ kam national vizada. Xo'p, endi viza olish jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi bo'lib siz universitetga qabul qilinishingiz kerak. Universitetga siz butun dokumentlaringizni, motivation letter, hamma ma'lumotlaringizni, dokumentlaringizni topshirasiz. Ular sizga acceptance letter, ya'ni qabul qilinganligingiz haqida xatni jo'natadi. Ular sizga yana bitta dokument beradi. U dokumentda mana shu o'quvchi bizda o'qiyapti deb yozilgan bo'ladi. Boshida siz vizangiz yo'qligi uchun onlayn tarzda o'qib turasiz. Mana shu o'quvchi bizda onlayn tarzda o'qiyapti. Bizga as soon as possible bu student bizga kampusga yetib kelish kerak, tezroq viza chiqarib beringlar deb yozilgan bitta xat keladi sizga. Hamma dokumentlaringizni yig'asiz va shu bilan hammasini possolstvoga topshirasiz. Qizil pasportingiz bilan birga. Shu bilan viza metrikni o'zi sizga yoki SMS yozadi yoki saytda o'zidan tekshirsanglar, sizni qizil pasportingiz qaytib keldi, kelib olib ketishingiz mumkin deb aytishadi. Borsangiz konvertni sizga chiqarib berishadi. Konvertni ochib qizil pasportni ochganingizda o'sha payt o'zi ko'rsanglar bo'ladi, viza chiqdimi yoki yo'q. Yana bitta muhim narsa, national viza 6 oydan 1 yilgacha beriladi. Undan u yog'iga o'zingizlar cho'zdirib olaverasizlar. Xullas, Germaniya haqida bor ma'lumot mana shu. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Biroldin. Men Koreyani Tegu shahrida joylashgan Teguhan universitetida Business and Management sohasida o'qiyman. Koreyada 6 oydan beri student sifatida yashab kelyapman. Koreyada o'qish tizimi juda ham intizomli va zamonaviy. Darslar ko'proq amaliy mashg'ulotlar va prezentatsiyalar asosida o'tiladi. O'qishga keladigan bo'lsak, Koreyada bakalavr 4 yil, magistratura 2 yil va hozirda kasbiy ta'lim ham bor. Kasbiy ta'lim ham 2 yil. Universitetlarda asosan texnika, IT, tibbiyot va muhandislik sohalari juda rivojlangan. Kontraktlar qanaqa? Kontraktlar universitetlarga qarab o'zgaradi. Til kursi yiliga $4,000 dan $6,000gacha. Universitetlar esa semestriga $3,000 dan $6,000gacha bo'ladi. Grantlar ham bor. Bularning eng mashhuri GKS granti va universitetlar ham semestr davomida 30, 50, 100% gacha chegirmalar beradi. Studentlarga qanday sharoitlar bor? Ko'p universitetlarning yotoqxonalari bor. Yotoqxonalar oyiga $100 dan $300 gacha bo'ladi. Agar tashqarida yashayman desangiz, one roomlar bor, bir kishilik. Bular oyiga $150 dan $400 gacha bo'ladi. Lekin ular oldindan depozit so'rashadi. Depozitlar o'rtacha $1000 atrofida bo'ladi. Studentlar ishlasa bo'ladimi? Ha, ishlasa bo'ladi, lekin darrov emas. Odatda 6 oydan keyin universitet va immigratsiyadan ruxsat olib,
ishlasa bo'ladi. Ruxsat olganingizdan keyin haftasiga 20 soat va dam olish kunlari ko'proq ishlasangiz bo'ladi. Vizaga keladigan bo'lsak, Koreyada o'qish uchun D2 yoki D4 vizasini olishingiz kerak. Kerak bo'ladigan hujjatlar: universitetdan qabul xati, bank shotingizda $10,000 dan ortiq pul, pasport va boshqa hujjatlar kerak bo'ladi. Agar hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, viza chiqadi. Xulosa qilib aytganda, Koreyada o'qish oson emas, arzon ham emas, lekin bilim, tajriba va imkoniyat juda ko'p. Koreyaga o'qishga kelmoqchi bo'lganlarga omad tilayman va boshqa savollaringiz bo'lsa kommentda yozib qoldiring.